Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Tabobat olamida yana sizlarga yangiliklarni, yangi bir tabobat bilan shug'ullanayotgan va qadimdan shug'ullanib kelayotganlarni ko'rsataveramiz. Bundan o'zinglar xulosa qilib, dardinglarga shifo topib, tuzalib ketsanglar biz xursand bo'lamiz. Yana Namanganimizdagi eng yosh tabiblardan birlari mana shu Bobirjon ukamiz bilan ko'rishishlikni bugun niyat qilgandik. Nasib bugunga ekan, mana keldik, ko'rishdik. Assalomu alaykum Bobirjon. Salomatmisiz, tuzukmisiz? Xo'p, bu faoliyatni tabobat yo'nalishidagi faoliyatingiz asosan qanday kasalliklarga va nimalar bilan davolaysiz? O'zingiz haqingizda qisqa lo'nda jaydaricha gapirib bersangiz. Endi bizni asosan davolashga kelamiz. O'sha parhez bilan olib boriladi. Asosan suyak kasalliklariga qaratilgan yo'nalishda bo'ladi. Xo'p, qanday kasalliklar? Insonning tanasidagi barcha a'zolar bir-biriga bog'liqligi joyi bo'ladi. Endi biz mana yangi klinika yurg'izishni boshladik inshaalloh. Bu yerda yotqizilgan bemorlarni asosan hazm sistemasida muammosi bor bemorlarni juda yaxshi shifo olishadi. Endi suyak kasalliklariga bu hazm sistemasidagi bu muammolar qanday bog'liqlik tomoni bor degan Shuni so'ramoqchi edim. savol bo'ladi. Ko'pchilik aytadi. Endi oddiy qilib tushuntirganda, sodda qilib tushuntirganda, har bitta ichkaridagi organlar, inson organlari, mana buyrak, yo'g'on-ichak, ingichka ichaklar, jigarlar, har bittasi umurtqaga xuddi qandil patologga ilingan holatda bo'ladi. Sodda qilib tushuntirgan. Umurtqaga ilingan bo'ladi. Endi biz o'sha mana ustozimiz ta'kidlab o'tganlaridek, o'sha sovuq suvni muntazam ichib yurgan, ovqatlarni bir endi qo'pol qilib aytganda endi palapartish yeydigan insonlarda keltirib chiqargan kasalliklar, o'sha yo'g'on-ichak, ingichka ichak muammolari, gastritlar, o't qopi dimlanishlar, mana bu pankreatitlar, buyrak shamollashlari, pielonefritlar bor insonlarda umurtqaga nagruzka beradi. Bu nagruzka berishlik qanday bo'ladi? O'sha hazm sistemasida muammosi bor, yaxshi hazm bo'lmagan insonlarda qorni gazlanib shishib qolishligiga. U shishlik o'sha umurtqaning eng pastki qismlari L4, L5, S1 tochkalarini tortib qo'yishligiga sabab bo'ladi. Grija shundan kelib chiqadi deysiz. Albatta. Yo'nalishi bor, grijani chiqarib qo'yilgan yo'nalishlar bor. Birinchi o'rinda biz ta'kidlaymiz, hazm muammolari grijani keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Endi o'sha muammolar keltirib chiqdi, hazm buzildi, o'sha ichaklarda spazm paydo bo'ldi, muammolar paydo bo'ldi, ich qochish kasalliklari paydo bo'ldi. Endi poзвоночныйga umurtqani tortib qo'ydi, qiyshaytirib qo'ydi. Endi inson tanasi shunday joylashganki, bir xil umurtqa bir-biri bilan ulanganda uning bir-biriga ta'siri, og'irlikni bir-biriga o'tkazishlik ta'siri bir xil maromda kechgan bo'ladi umurtqaga bir-biriga o'tkazishlikligi. Endi hazm sistemasi buzilgandan keyin haligi tushuntirganimizdek o'sha qandil patologga ilinganda ilinib, muammo bo'lganda tortilib, umurtqani qiyshaytirib qo'ysa, endi umurtqa bir-biriga qiyshayib qoladi. Bel tortilib qolib, qorin chiqadi, bel tortilib qoladi. Tortilib qolgan joyda umurtqa o'sha bir-biriga vaznni uzatishi bir maromda kechmaydi, bir tomonga tushib qoladi. Umurtqaning bir yoniga ko'p nagruzka tushib qoladi. Endi biz bitta fiziologik noto'g'ri harakat, bir yukni noto'g'ri qiyshayib ko'tarib qo'yish yoki bir balandroq joydan noto'g'ri sakrab qo'yish shunaqada grijani shuni chiqarib qo'yishga sabab bo'ladi. Demak, shu grijani davolaysizlar. Albatta, grijani. Qanaqa yo'l bilan davolaysizlar? Massajmi yoki bir apparatda tortibmi yoki boshqa usullari bormi? Grijani ham endi darajalari bor. Bizniki hozirda boshlanish qismlarini davolaymiz. Bu yerda davolash uslubi, bu yerda o'sha statsionar yo'nalishda, yotib davolanishda parhezning rejimlari bor. Bu parhezlarni olinishadi. Har xil o'zimizda haligi vannalar bor. Vannalarni qabul qilishadi. Demoqchimanki, o'sha ichki davolanishni olib olishadi. Endi grija uchun maxsus professionalniy massaj bor. Bel umurtqani cho'zuvchi apparatlarimiz bor. O'sha cho'zib, o'sha poзвоночныйga o'sha grijani
qaytarishligi Shu uchun. apparatlaringizni ko'rsak bo'ladimi shu yerdami yo ichkaridan? Ichkarida o'sha bizda alohida o'sha xonamiz bor, o'sha yoqqa Xonangizga ham ko'ramiz bo'lmasa. chiqib ko'ramiz. Yaxshi. Demak, ichaklarni tozalashni qanday qilib tozalaysizlar? Uni alohida o'sha oydin sog'liq rejimda chubash yo'nalishida ham tozalov ham u haligi nima deydi, davolash licheniyasi bo'ladi. O'sha aytganimizdek hazm sistemasidan bog'liq bo'lgan kasalliklarni davolaymiz. Demoqchimizki, grejani keltirib chiqargan sababiga yondashamiz. Endi ko'rinib turgan simptom qismini, bel og'riqlarini yo'qotish uchun, o'sha grejani asliga qaytarishlik uchun qo'shimcha muolaja, professional massaj, belni tortish va asosiysi apiterapiya bilan davolaymiz inshaalloh. Yaxshi. Sizlarda giyohlar bilan ham davolash bormi yo giyoh ishlatmaysizlarmi? Yo'q, giyohimiz inshaalloh bu asosiy negizi. Giyohlar ham albatta foydalanadi. Qanaqa giyohlardan agar sir bo'lmasa? Giyoh bilan shug'ullanuvchi alohida mutaxassisimiz borlar. Ular inshaalloh hozir bir suhbatimizga chiqa olamiz ularni ham. Chaqiring bo'lmasa bularni ham. Xo'p, mana Abdurahmon ham keldilar. Assalomu alaykum. Sizni vazifangiz qanaqa bemorlarga qanaqa muolajalarni tavsiya qilasiz va qanday qilib davolaysiz? Nima kasalliklarni? Hop, men bu yerdagi vazifam o'sha bemorlarni holatiga qarab kelishadi, ko'ramiz. Qayerlarda qanaqa kasal bo'lgan, u kasallik sababi nimadan bo'lgan, u sababi nimadan bo'lgan, shularni obdon tekshirib chiqqandan keyin imkon qadar o'sha boshqa sababga ta'sir qiluvchi giyohlardan yig'ma yoki bo'lmasa yakka o'zini berish Xo'p, qanaqa giyohlardan foydalanasiz? Masalan, ichki kasalliklarni davolar ekansiz. Qanaqa giyohlardan foydalanasiz? Biz bu yerda mana ko'rsatishingiz ham mumkin bemalol orqadagi. Bu yoqda ekan, mana bu yoqqa qaraman masalaga qaraydi. Shunaqa. Endi bu yerda mikrofonni oling, cho'ntakka solsangiz ham yopishtirib olsangiz ham mayli. bu yerda turli giyohlarimiz bor. Misol uchun pijma, qizilmiya, bularga xalqqa mashhur bo'lgan giyohlar. Misol parazitlarni davolash, undan tashqari ichkarida antiseptik ta'sir qiladi, antibiotik ta'sir qiladi. Bu qizilmiya, bu o'pka bron kasalliklarida juda ham mashhur. Qizilmiya, mana nima edi? Mana pijma. Bu qizilmiya. Undan tashqari bu ko'p foydalanadigan giyohlardan ro'yan, ildizi, bu o'sha buyrak kasalliklari, buyrak tosh kasalliklarida juda ham foydali. Undan tashqari juda ham mashhur giyohlardan bittasi bu xilba. Ko'pchilik yaxshi taniydi. Qand miqdorini pasaytirishda, sahrlarga juda ham foydali. Bo'chi. Bu keyin sano, makki sano barglari. Bu o'sha ich qotish, qabziyatlarga juda ham foydali. Undan tashqari o't dumlanish kasalliklarida juda ko'pchilikda bor. Bu ham o'zimizda mashhur giyohlar. Hammasi makka soqol, popuga bulardan foydalansak bo'ladi. Shunaqa. Hattoki burnaki ham bor. Burnaki ham bor gaymaritlarga. Demak, mana shu yuqoridagi giyohlar bilan tabiiy holatda kasallarni, bemorlarni davolaysiz. Jiydan mana? Chilon jiydan. Chilon jiydan. Bo'y o'stirishga yaxshi u ham. Mikroblarga qarshi pilladan foydalansa bo'ladi. Ko'p jigar sirrozlarida jigar qotish holatlari kuzatiladi. O'shanda mana shu qora haliylar o'sha jigardagi qurishni o'ziga tortib olish xususiyatlari bor. Bu zanjabil, bu ham mashhur giyoh, hamma biladi. Zanjabil. Shamollashlarga qarshi shunaqa. Bu o'lmas o't deydi, bessimертник. Bu ham jigarni o't haydash xususiyati juda ham yaxshi. Qisqasi, mana shu joyda turgan giyohlar bilan bemorlarni davolaysizlar. Xo'p, muolajangizda bemor necha kun yotadi? Masalan, bir qanaqadir kasallik bilan, ichki kasallik bilan kelsa, necha kundan necha kungacha yotadi va necha kurs davolansa, masalan, oshqozon ichak kasalliklari yoki ich qotish bilan keladi. Ya'ni organizmni tozalash jarayoni necha kunda bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda hamma organizm har xil, hammamiz yaxlit insonmiz. Kasallikka qarab belgilanadi. Odam keladi, uni mizojiga bog'liq, kasallikning darajasiga bog'liq. Ularni bu yerda yaxshilab o'rganib, ba'zilar 5 kun yotar, ba'zilar 10 kun, ba'zilar 10 kundan 1 yilda 4 marta dam olib yotishi mumkin. Bu kasallikning o'rta, og'ir, yengil holatlariga qarab bo'ladi. Yaxshi. Davolashingizni masalan odamlar bari nech pul ekan, qanaqa ekan deydi. Bu savollarga Telegramda raqamlaringlarni qo'yib, savol berib, bemalol savollarga javob olishlari mumkin, to'g'rimi? Keyin bizda yana bitta imkoniyat, yotib davolanishadi, как положено, banisa rejimi. Albatta.
agar xohlasangiz. bo'lgan joy bemalol kelishsa, bularni qanaqa joyda yotarkanmiz degan baribir savol bo'ladi. Hop, yotoq joylari. Sanuzeli bor, bemalol. Sanuzellar yaxshi, juda pokiza. Sizni ko'rgani kelgan odamlar bilan, mezbonlar bilan o'tirib bemalol suhbatlashishadi. Mana toza pokiza, konditsionerlik, juda go'zal xonalarni shinam qilib tayyorlab qo'yishibdi. Bemalol kelib davolanishinglar mumkin. Bundan tashqari bu yerda Oydin Shifoda nimalar bor? Fizioterapiya. Fizioterapiya bor. Bemorlar bulardan ham foydalanishaveradi, bemalol. Foydalanishi. Bizda Oydin Shifoda qulaylik tomonlari fizioterapiyaga lechena bilan bog'liq bo'lgan hamma anjomlar bor. Juda imkoniyatli keng. Foydalanish. Bu yerda basseynlari ham bor. Basseynlar. Basseyndan tashqari trenajyorniy zallari, haligi fitobochkalar, Shunaqa. to'g'rimi? Ha, kedirning bochkalar. Tuzli g'orlar, hammasi sharoitli zo'r. Boradi. Sharoitli zo'r. Xudo xolasa kelsanglar, bulardan tashqari tibbiyot shifokorlari ham bor. Albatta. Ular ham juda zo'r mutaxassis, yurak qon tomir kasalliklari bormi? Qanaqa kasalliklar bo'lsa bemalol murojaat qilib, ish qilib bu yer kattagina bir odamlarga shifo bo'ladigan Maskan. ham katta 4 qavatlimi? 5 qavat. 5 qavatlik katta majmua bu yer. Buni orqasida bog'lar bor. Bemalol kelib, muolajani olgandan keyin aylanib yursangiz bo'ladigan juda ham bir salqin joylari bor bu yerda. Mana archazor desmi, mevazor orqalari juda ham go'zal. Bemalol kelib shu yerlarda dam olib, ham davolanib, xohlasangiz tabobatdan, xohlasangiz tibbiyotdan davolanadigan bo'lsangiz, mana mutaxassis ukalarimiz xudo xolasa bee'tibor qoldirishmaydi. Zerikmaysiz va xudo xolasa yaxshi davolanishga imkoniyat bor. To'g'rimi? Nima dedingiz? Alloh kuch-quvvat bersin sizlarga. Bu yigitlar, bu yoq o'tib olavering, siz ham bir ko'rsatib qo'yganingiz bor. Bu yigitlar shaffof shifodagi kim edilar? Oppoxo'jayev Erkin. Erkinjon aka va Abu Bakr akalarni qo'llarida ta'lim olishgan, tabobatdan juda ham bir yaxshi mutaxassislardan ta'lim olib, mana endi xalq uchun xizmat qilamiz deb avtomobil bel boylashdi. Doimo omadinglarni bersin. Sizlarga kelgan bemorlar sog'ayib ketib, doim duo olib yursanglar, xudo xolasa hali yoshsizlar. Biliminglar bor ekan, mana yosh bo'lishinglarga qaramasdan bemorlarga bemalol xotirjam shaxdan dadil muolajaga bel bog'labsizlar. Inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'linglar azizlar. Murojaat qiladigan bo'lsangiz telefon raqamlarini yozib qo'yamiz.